Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun bizga Damas mashinasini olib kelishgan. Bunda bo'ladigan muammo ertalabda zavod bo'lishi qiyin. Tortishi dam, rasxod ko'p gazda. Bunda bo'ladigan muammo klapan qisilib qolgan. Damaslarda eng asosiy kasallardan bittasi shu. Yangi Damas 19 ming yuribdi. Klapan qisilib qoladi. Shuning hisobiga mashina ertalabda zavod bo'lishi qiyin. Tortishi dim bo'lib qoladi. Biz buni o'z holatiga keltirib beramiz. Mana shu holatda shurpimiz o'tish kerak. Klapan orasidan. Mana qisilyapti. Birinchisi. Ikkinchisi ham o'tgan yo'q. Uchinchisi ham o'tmayapti. To'rtinchisi ham umuman o'tgan yo'q. Beshinchisi ham rosmana qisilyapti. Oltinchisi ham rosmana qisilyapti oxirigacha. Bu kasali aniq. Damaslarda shu 15 ming 20 mingda klapanlari bo'shakizib turish kerak. Asosan gazda yuradiganlarga.